yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlar? Hammanglar yaxshimisizlar? Oilaviy. Короче, bugun sinema tug'ilgan kuni va unga men qanaqadir sovg'alar tayyorladim. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa narsalar. Xo'sh, bugun Fotima hozir kelib qolsa kerak deb o'ylayman. Hozir Fotima qachon kelarkan? Tepadan poylay qolay. Buzilib qoldimi? Xo'sh, qani Fotima? Ana Fotimami? Bo'ldi, davay, ketdi Fotimani oldiga. Tuqadigidek. Fotima o'zi keldi. Ke Fotima, kirur. Qayersan? Yaxshi opa. Bugun sening tug'ilgan kuning edi-ya? Ha, bugun mening tug'ilgan kunimmi? Nega yashi qani menga? Hozir narsa. Bugun menga yashi beraman. Ha, qo'yib beraman. Beraymi? Ma, ol. Bu senga. Ma bu? Bu ham senga. Oltin olmami? Ha, bu ham senga kiyib olgan, xo'pmi? Bu ham senga. Endi bu tiyimim bo'ldi. Zamamas. Ana, vav, zo'r kiyinding. Senga yarashdi. Rahmat. Bo'ldi, ketdi. Nega ururasiz? Endi urmasam chidab turolmayman-da, seni. O'zingni urargim keladi. Ha, nimaga xafasan? Janob mer, unda sud olib berdiganlar. Sud bo'ldi. Ana qilma, men ham senga sud beraman. Janob mer jonimga tegdi. Voy, bo'ldi. Siz necha yosh edingiz? Men 12 yosh, sen esa 6 yosh. Ha, 6 ga to'ldim. 5 edim. 6 ga to'ldim. Bugun meni kuyakuda. Fotima, bo'ldi, siqilma. Men senga hozir sud beraman. Tug'ilgan kuningligini bilmaydi, anu anaqa. Janob bey. O'shada merlar yaqinda 4 yildan keyin xavotir olma, mer ketadi. Popa qancha? O'sha ham 4 yil, sen 10 yoshga to'lganingdan keyin. 10 yoshman-ku. Yo'q, 6 yoshsan. Hozir men Usmonga qilay. Alo, Usmon. Nima? Voy, bakarama, qattasan. Men Portugaliyaga qarshi O'zbekiston o'yiniga kuzatdim. Yana bir marta. 5 gol qanday o'tkazganimizni kuzatdim. Nimaga qo'ng'iroq qildingiz? Anaqa Fotimani bugun tug'ilgan kuni edi. Xo'p, nima qilay? O'ynab bering. Voy, nima unaqa deysan? Sening tug'ilgan kuni. Xo'p, nima? Ayting. Короче, mer bunga zakaz beribdi. 10 ta sut olib kel degan ekan. 2 ta sutni men berdim, 8 ta sutni sen o'yinga olsang bo'ladi magaziningda. Ha, 100 minut berasiz kerak. Xo'p. Rozi bo'lasan-a? Lekin 4 ta sovg'a. 4 tasini pulini berasiz. Bittasi bitta. Mana 100 minut. Ana janob bey shuncha. Avur, bo'l. Sen uchun top İzmir to'rt getirib qoldim demasdan. Bo'laqa Fotima, ha, olamiz, bo'laqa. Nega menda ovotganing ko'rinmayapti? O'zing ovasanmi? Ha, ovaman. Ha, bo'ldi. Ko'rmayapsan-ku, yo'q, o'zingiz ko'rma. Bo'ldi. Oboldingmi? Ketdi. Men shu ko'rmayapsan ko'zimni. Bo'ldi Fotima, ketdi. Xo'sh, mer oldi. Aytgancha mer menga sunduqqa yasab berdiganda, borsam mer oldiga keturmas, sunduqqa yasashim kerak. Ish qilib 8 ta anaqa yog'ochim bo'lsin-da, 8 ta yog'ochim bo'lsa, qanaqa. Voy, 7 ta ekan, yana bittasini qayerdan olaman? Voy, o'yla, Solih, qayerdan olaman bittasini? Bu yasa bo'lmasa ekan babir. Ha, ana, qo'lla oldida bittasini, bitta olarman. Ketdim. Keyin bittasini qo'yib qo'yaman. Jalqa emas u, bitta olsam. Qalaysan? Yaxshimisan? Tuzimiz odam kishilik bo'lyapti. Qaqqa? Bishi tilla bilan gaplashishimga vashshi kerak emas. Xo'sh, ketdi. Mana mashinadan olish kerak edi. Bo'ldi, menga mana mashinani sug'urib olaman hozir. Voy, xudoga shukr, oldim. Endi Fotimani uyga kirib. Ha, Fotima, nima bo'ldi? Shundoq oltilayotgansiz deyishgan. Mer baqirib berdimi? Ha, Yaqub bey shishida baqirib berdilar. Voy, bo'ldi. Hozir sunduq olib boraman. Xafa bo'ldim işte.
Tepalda qarashlavermaydi. So'naqa soati bor, soati qilmayapsan, mading soati bor. Chantamiz soati bor. Mana qo'ydim bo'ldi. Kulmay plos. Bo'ldi. Masha Fotimayam, anaqa ham, Mera mani jonimga tegib ketishdi. Ne Fotimani bugun tug'ilgan kuni. Soliha o'zingni bosh qo'y. Xo'sh, nimalar qilamiz? Tepaga chiqamizmi? Nimalar qilamiz? Anaqa sohilim yaxshi anaqa yuringlar. Anaqa qilamiz. Kesib tashlaymiz hammasini. Davay. Voy, hozir qo'yib qo'yaman. Voy, anaqa yo'q. Hozir Mera oldiga kiraman, chiqib ketaman. Chunki Mera oldiga qo'yib ketdim. Olmay safar. Ketdim. Anta Fatima o'zini anaqasini ishlatyapti. Manda yo'q bejarada. Hozir Mera oldiga kiramiz. Endi Nega senda qilma? Xo'sh, ketdi. Gapirsa ham, gapirmasa ham menga. Tushundinglar. Xo'sh, ketdim. Shu anaqalarni menga ko'proq kartoshka yoqadi. Ali Osman qalasan. Qali yaxshimisiz? Sizlar sog'liqsizmi? Yes. Qo'y bitta dollarlik uchamoqlarda. Hammasi oson. Ha, yo'q, nimalar bo'ldi? Kim qalbimga bitta ordinga baribir qizdek va jahlim chiqyapti. Siz yana baribir menga qo'ng'iroq qilmang. Chunki siz bashangizni olib qo'yaman. Ertaga kelasanmi? Siz gapirishingizni deb mayli. Bu safar keling, Ertaga video olaman deb o'shanga kelaversan, a? Albatta, siz video operasiz kasalsiz. Ha, bo'ldi. Ertaga Fatima toqqa ketyapti. O'shanga samala video olaman deb. Siz video olasizmi? Yo'q, bitta o'zim hayotda video olmayman, xavotir olma. Endi siz hech kim boshqa ishonmaysiz menga og'zidan qo'ying. Bo'ldi. Bo'pti, anaqa Usmon ertagacha. Ertaga ko'rishamiz. Bo'ldi, qo'yib qo'ydi, Xudoga shukr. Narsalarni qo'yib qo'yamiz. Shu bilan 3 ta videodan keyin o'sadi anaqa saqlam. 3 ta videodan keyin Merga beramiz. Kecham bo'lib qoldi, da'vat kerak. Buni molimga berib keling. Men moli yaxshi qol. Rasha o'zim marasham. Kech bo'lib qoldi. Men Fatimani uyiga ketdim. Fatima. Oy, tushib ketdingmi? Chiq. Qalisha. Yaxshi, Tug'ilgan kuning tugayapti. Ha. o'zi shunga xursandmi opishga? Yo'q, jo'jicha. Jo'jicham o'g'dirmen. Ha. Fatima, yur, meni uyimni to'rt yeb ketasan. Bugun tug'ilgan kuning qo'shanga. Qonim to'qib. Yo'q, yeysan emas. Mana tug'ildim ko'q. Nimadir ishlarni qilyapti. Qochqol. Bo'ldi. Tak. Ochsiga ham taqallatamiz, ochmasiga ham taqallatamiz. Tak. Voy, uncha samozi yo'qmi? Unna joningni. Ajab bo'lib urdim-ne. Hozir ham o'rtaman, yur ketdim. Ishni pulab oldim-ne. Yur ketdim, mana uyim. Voy, uzr. Kiramiz. Yur tepaga to'rt yeymiz. Faqat yarimda xafa bo'lmaysan. Xafa bo'laman ekan. Nega xafa bo'lasan? U yarimda bo'lsa ham. O'zi hammasi yeb qo'yasiz-ku, men yemayman, qonim to'q. Voy, tugab qoldi, xafa bo'lmaysan. Nega uraman? Vaji. Turolmaysan. O'tiring, men varaqaga qo'yib turman. O'zingni uyingga borib uxlang. Ashida uxlaydim. Yaqal. Mana.
Bor. O'zingni uyingda uxla, o'zingni uyingda uxlaydi. O'zini uyida uxlaydi katta qizlar. Bor. Men hali kichkinaman. Xo'p, bor, uxla. Yaxshi bor, xo'pmi? Bitta o'zimni uyda uxlashga qo'rqaman. Yaxshi bor. Xudoga shukr, shu qizdan ham qutuldim. Bugun tug'ilgan kuni ham tugaydi. Xullas, obunachilar hammaga xayr. Men hozir uxlayman. Hamma narsalarni qabul. Ertaga Usmon bilan videoga olamiz. Shu bilan bir kunlik vlogim o'tib ketdi. Kevrasizlar mashq qishloqqa. Короче, men ham uxladim. U ham ke bo'lgandir. U uxlamasa men ham uxlamayman-da.